Assalomu alaykum hammaga. Python dasturlash tilini o'rganishda davom etamiz. Bugun sizlar bilan biz o'zgaruvchilar haqida gaplashamiz. O'zgaruvchilar nima? O'zgaruvchilar biron bir qiymatni o'ziga saqlab turish uchun ishlatiladi. Ya'ni o'zgaruvchilar biron bir o'ziga ma'lumotni saqlab turadi va hamda o'sha qiymatni bizga yana oborotga yana qaytarib berish uchun ishlatamiz. Xo'sh, bu ingliz tilida esa variable ham deyiladi. Ya'ni o'zgaruvchilarni haqida gaplashamiz. Xo'sh, birinchi, ikkinchi dars deb faylni ochib olamiz. Ya'ni ikkinchi dars.py deb ochib olamiz. Endi O'zgaruvchilar vazifasi biron bir qiymatni ma'lum bir muddatgacha o'ziga saqlab turadi. O'sha narsa, ya'ni ma'lum bir muddatgacha saqlab turadi. Qachonki o'sha, ya'ni qiymatni biz olmoqchi bo'lsak, biz har doim o'zgaruvchini o'ziga biz e'lon qilamiz. Ya'ni o'zgaruvchini e'lon qilsak, bizga qiymati keladi. O'zgaruvchi olishimiz uchun qanaqa olinadi? Misol uchun, o'zgaruvchi hech qachon sizlar o'zgaruvchida ko'p qilinadigan xatolar haqida birinchi gaplashamiz. Xo'sh, o'zgaruvchini hech qachon sizlar kirillcha, ya'ni har doim lotin alifbosi va inglizcha iloji boricha inglizcha nom bilan o'zgaruvchi olishga harakat qilinglar. Hech qachon, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri kirillcha yozmaydi. Ya'ni russkiy o'zgaruvchilar, ya'ni rus tilida yozilgan, ya'ni rus harflaridan tashkil topgan o'zgaruvchi, ya'ni qiymat ma'lumot olmaydilar. Birinchi bo'lib o'zgaruvchi olishni ko'ramiz. O'zgaruvchi olish uchun biz nom olishimiz kerak. Misol uchun age degan nima olamiz? O'zgaruvchi olamiz. Ya'ni age degani bu yosh degani. Ya'ni age deysizlarda, ya'ni mana buni yopishtirib ketsalar, oldin ham gapirib o'tdim, o'tgan darsda ham aytib o'tib ketdim. Ya'ni yopishtirib ketsalar bu xato emas, lekin yopishtirmasalar, ya'ni bitta probel tashlasalar bu yaxshiroq variant bo'ladi. Age deymizda bu yerga 25 deb yozamiz, misol uchun. Endi print qilamizda bu yerga age ni chaqiramiz. Ya'ni age ni chaqirsak 25 degan raqam keladi. Ya'ni terminal bo'lsa, ne terminal py.slash ikkinchi pastki chiziqcha dars. Endi ikkinchi, ya'ni biz dars 2 ga yozganligimiz uchun bu yerga ham ikkinchi dars deb yozib ketamiz. Endi enterni bosadigan bo'lsak 25 raqami keldi. Ya'ni biz o'zgaruvchimizni e'lon qildik. Endi undan keyin esa bu yerga, ya'ni o'zgaruvchi bir nechta o'zgaruvchi ham olsak bo'ladi. Xo'p. Undan keyin yozishimiz mumkin o'zgaruvchiga, misol uchun hozirgi yildan o'zimiz tug'ilgan yilimizni, ya'ni ayirib tashlasak, biz o'zimizni yoshimizni chiqaradigan dastur yozadigan bo'lsak, hozirgi yil now bo'lmasa year deymizda 2024. Tug'ilgan yilim esa ya'ni tug'ilgan yilni yozamiz. Farqi yo'q, tug'ilgan yil mana. Endi hozir bu yerda hozir nima bo'ldi? Ya'ni 2024 mana bu qiymatga o'zgaruvchiga teng bo'ldi. 2000-yil esa bu o'zgaruvchiga teng bo'ldi. Endi bu yerga yozamiz. Ya'ni natija degan narsani yozamiz. Ya'ni natija deymiz, yo'q o'zbekcha yozib ham qo'ysak bo'ladi. Natija deymizda yozamiz. Ya'ni hozirgi yildan ayiramiz tug'ilgan yilimizni. Va print qilamizda bu yerda natijani chaqiramiz. Dastur ishlatadigan bo'lsak 24 deb ya'ni ma'lumotni chiqarib beradi. Ya'ni 24 yoshsan deb chiqarib berdi. Endi qaranglar, bitta narsani unutmaydi, o'zgaruvchi e'lon qilayotgan paytlaringizda qilinadigan xatolar, top xatolar. Misol uchun, hech qachon o'zgaruvchini boshini, ya'ni raqamlar bilan boshlamaysizlar. Hech qachon unaqa xato, ya'ni bu raqam bilan boshladingizda bu juda ham katta xato bo'ladi. Ya'ni bu xato, error. Har doim sizlar nima qilingizlar bu yerda, ya'ni o'zgaruvchi olmoqchi bo'lsalaringiz, ya'ni raqam ishlatmoqchi bo'lsalaringiz, ya'ni o'zgaruvchini boshini harf bilan boshlasangiz yaxshiroq, harf bilan boshlaysiz va oxiriga raqam qo'ysalaringiz bo'ladi. Bu xato emas, bu to'g'ri variant bo'ladi. Keyingi xato esa o'zgaruvchi e'lon qilayotgan paytlar ko'p holatlarda, misol uchun yozishimiz mumkin, age deymizda bitta probel qo'yadi, ba'zilar probel qo'yadi, yo bo'lmasa no deb qo'yadi. Ya'ni bu ham katta xato. Ya'ni bunaqa qilib ham yozishlaringiz xato. Ya'ni bitta probel qo'shib, ya'ni nimadir deb yozishlaringiz juda ham katta. Misol uchun year deb yozib qo'ysak, misol uchun yozsak, misol nima qilib yozib qo'yadigan bo'lsak, bu ham xato hisoblanadi. Ya'ni o'zgaruvchi e'lon qilayotgan paytlaringizda hech qachon probel bilan e'lon qilmaysizlar. Agar bunaqa qilib yozmoqchi bo'lsangiz, iloji boricha ikkita chiziqcha, ya'ni ikkita ma'lumot, ya'ni sizning yozayotgan o'zgaruvchilaringiz qanaqa bo'lishi kerak? O'zgaruvchi shunaqa bo'lishi kerakki, o'sha o'zgaruvchining nomi o'sha qiymat bilan barobar bo'lishi kerak-da. Misol uchun olma degan o'zgaruvchi, ya'ni olma degan qiymatingiz bor, o'sha olma degan o'zgaruvchi bo'lishi kerak. Misol uchun aytishingiz mumkin, yosh topadigan dastur topyapsiz, e'lon qilishga yosh chiqishi kerak, age deb topasizlar. Ya'ni xuddi shunaqa narsa bo'ladi. Ya'ni bu yerda nima qilasizlar? Iloji boricha katta harf bilan age deysizlar. Agar qo'shib, ya'ni ikkita gap, ya'ni ikkita ma'lumot, ya'ni ikkita gap yozmoqchi bo'lsangiz, yana katta harf qilingizlarda year deb yozib
nima qilib yozib qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Bu endi to'g'ri versiya bo'ldi. Ya'ni o'zgaruvchi mana shunaqa qilib yozib ketsalaringiz bo'ladi. Uchinchi xato esa, uchinchi xato hech qachon o'zgaruvchini o'rtasiga bitta chiziqcha qo'yib yozib ketmaysizlar. Bu juda ham katta xato. Bu xato men uchun juda ham hamma qiladi bu xatoni. Endi dasturlashga endi birinchi kirib kelgan odamlar juda ko'pi shu xatoni qiladi. Har doim o'zgaruvchi e'lon qilyapsizmi? Bunaqa qilib, ya'ni chiziqcha qo'ymoqchi bo'lsalaringiz, bitta uzuq chiziqcha qo'yib ketmaysizlar. Bu narsani o'rniga esa, ya'ni sizlar nima deyishingiz mumkin? Pastki chiziqcha yart deb qo'yib ketsalaringiz, bu to'g'ri bo'ladi. Ya'ni o'zgaruvchi mana shu shaklda olib ketishlaringiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz hozir bu yerda mana o'zgaruvchilar e'lon qilishni ko'rdik. Mana yart deb pastki chiziqcha yart teng yart desak, dastur ishlatadigan bo'lsak, mana 2000 degan natija chiqdi. Ya'ni mana bunaqa qilib o'zgaruvchilar olib ketsalar bo'ladi. Endi keyin esa o'zgaruvchilarni faqat raqamlarda ishlatamiz desalar, yo'q, o'zgaruvchini faqat raqamlarda emas, o'zgaruvchilarni balki harflarda ham ishlasak bo'ladi. Misol uchun, text deymiz, teng deymiz, teng deysizlar, enter. Bu yerda ham siz to'g'ridan-to'g'ri matn gap yozib keta olmaysizlar. Qo'sh tirnoq ochasizlar. Assalomu alaykum. Meni birinchi dasturim deymiz. Mana assalomu alaykum, meni birinchi dasturim. Bu yerga print degan funksiyani chaqiramiz, tekstni chaqiramiz va clear qilib tozalab dastur ishlatsak, assalomu alaykum, meni birinchi dasturim deb chiqdi. Mana bu yerga esa bir qanaqadir misol yo'dam, ya'ni yosh topadigan narsa qilamiz. Bu yerga harf qo'yib, A teng qilaman 2024 ga. B teng qilaman masalan 1999. Mana. Endi C teng qilaman. A ayrilgan B qilaman. Mana. Endi mana bu yerga kelib print qilamiz. Print qilamizda ikkita tochka natija meni yoshim deyman. Ikkita tochka virgul qo'yib S chaqiraman. Dasturni ishlatadigan bo'lsak, mana ya'ni ma'lumotlar chiqib keldi. Ya'ni mening yoshim 25 yosh ekan. Ya'ni 25, ya'ni mana bu yerga virgul qo'yib, mana bu yerga yo bo'lmasa o'zgaruvchi haqida ketyaptimi? Bo'ldi, o'zgaruvchi olib olamiz. Misol uchun aytishim mumkin, natija deb yozdim. Mana bu yerga natija deb yozamiz. Natija teng qilamizda x.yosh deymiz. Bu yerga virgul qo'yasizlarda natija deysizlar. Dasturni ishlatadigan bo'lsak, mana yozaman. Meni yoshim 25 yosh mana. Ya'ni o'zgaruvchilar mana shu tartibda olinadi. Ya'ni har doim o'zgaruvchi qanaqa tartibda olinadi? Ya'ni o'zgaruvchida qilinadigan xatolar haqida gaplashib o'tdik. Ya'ni sizlar bu yerda raqam yoz, balki matn yozsalaringiz ham bo'ladi. Mana bu yerga matn yozib ham shunaqa xatolar qilsalaringiz, bu juda ham katta xato hisoblanadi. Har doim shuni ham unutmaysizlar. Xo'sh, o'zgaruvchilarga misollar. Xo'sh, sizlar o'zgaruvchi va print funksiyani ko'proq o'rganishni xohlasalar, ya'ni ko'proq deganda mukammal o'rganmoqchi bo'lsalaringiz, asosan shunaqa o'zlaringiz qiziqarli, masalan, ikkita son, uchta sonni qo'shadigan yo bo'lmasa uzun matnli narsa, ya'ni ko'proq o'zgaruvchi olib, natija ko'proq chiqarib, ya'ni o'z ustingizda ishlasalaringiz, ya'ni bu mavzular juda ham oson mavzular va tezroq eslaringizda qoladi. Ya'ni o'zlaringiz, ya'ni nima deydi? Hazm qilib olishlaringiz ancha oson bo'ladi. Shuning uchun bo'sh vaqtlaringizni ham o'sha videoni ko'rib bo'lgandan keyin o'zlaringiz mana shunga o'xshagan bir nechta dastur tuzib ko'ringlar. Misol uchun qanaqa dastur bo'lishi? Yoshni topadigan, yildan yoshni kirgizsa yilni topadigan dastur tuzinglar yo bo'lmasa ishxonangiz bilan uyingiz masofasi qancha oralikda, qancha kilometr, necha minutda boraman. O'sha narsalardan, ya'ni o'zingiz birinchi qisqa algoritmlardan, ya'ni qisqa bir bosqichli algoritmli misollar o'ylab topib xayolingizda o'sha narsani, ya'ni dasturga kirgizib o'zgaruvchi va print funksiyasi yordamida yozsalaringiz bo'ladi. Xo'p, sizlar bilan bugun o'zgaruvchilar haqida gaplashib o'tdik. Xudo xolasa keyingi dars, ya'ni data typelar, ya'ni ma'lumotlar, ya'ni data typelar haqida gaplashamiz.